Assalomu alaykum hammalaringizga. Men bugun o'zi постоянно uyda duxovkada, tandirda non pishiraman. Ayniqsa bugun duxovkada pishirdim. Mana bugun uy sharoitida duxovkada non pishirishni ko'rsataman. Qanday qilib xamir qilib non pishirishni. Qani ketdik. Birinchi tuz solamiz. 4 ta non bo'ladi. Tuz solamiz. Mana shidralitadan solamiz. Qaynab turgan suvdan solamiz. Shidralita erib ketishi uchun shunday aralashtirib olamiz. Suv solamiz. Tuxumni sarig'ini olib qo'yamiz ustiga surishga. Quruq drojimizni solamiz ishib chiqishi uchun. Влажный дрожжani ham solamiz. Xamir yaxshi ko'payadi. Mana shu yerda qo'limizni ozgina yog'lab ushlab olamiz. Yopishmasligi uchun. Xamir tayyor. Xamirimiz ham tayyor bo'ldi. Bir tane tuxumimiz bor edi, sarig'i. Süt soldik. Aralashtirib ustiga surtib chiqamiz. Duxovkaga 200-250 gradusga pishguncha bir qo'yib olamiz. 20 minutda o'zi pishib chiqadi. Vilka urib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Men bugun o'zi постоянно uyda duxovkada, tandirda non pishiraman. Ayniqsa bugun duxovkada pishirdim. Qani buni bir tatib ko'raylikchi, mazasiga baho beraylikchi. Qulupnay varina bilan issiqqina non deb ko'raylikchi. Bismillahirrohmanirrohim. Juda zo'r chiqibdi. Maslahat beraman, tayyorlab ko'ringizlar. Video yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lib qo'yingizlar. Hammaga katta rahmat.